Hürmetli televizyon biz bu hafta bu vaka hakkında elbette neçe gündür buyon dünyanın her qaysi joylaridagi bo'lib Türkiye'deki uyg'urlarga ait rahatsız hech qanday ba'zi bir axborotlarda asossiz holatda vaqa sodir qiluvchiniki Uyg'ur bo'lish ehtimolligi bor degandek xabarlar chiqqandan keyin albatta Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan bu bizni rahatsız qilyapti. Ama şu haqda bu vaqaninki şu vaqa haqida shunday bu chiqayotgan axborotlar haqida biz Türkiye Hacettepe Üniversitesi Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Tarih Fakültesi o'qituvchisi shunday strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram bilan suhbat elib boramiz. O'zi hozir telefonimizda. Assalomu alaykum. Aleyküm ve selam. Doktor Alben ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Men rahmet aytaman. Doktor, albatta haqiqatan bu yangi yil kechasi birinchi kun kechi yuz bergan bu voqeadan keyin oldi bilan yani tafsilotga kirmay dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar bu voqeaninki xabar topmagan bir Uyg'ur yo'q bo'lsa kerak. Ammo chiqayotgan axborotlarda xuddi bu qasddanlik bilan bu voqeaning keynidan xuddi Uyg'urlarningki davosini zidlash uchun bir xil bir maqsad bir nishon bir hadaf bo'layotgandek tuyg'u beryapti. Hech qanday davlat tarafidan bir muhaqqaq bu palani shaxs u bu degandek axborot e'lon qilinmasdan burun Turkiyada bunday har xil axborotlarda Uyg'ur bo'lishi mumkin, u bu degandek xabarlarningki chiqishi bu qanday tushunimiz buning qanday qarayapsiz? Mushaqdagi fikringizni deb baqsam oldi bilan. Aslında şu terör meselesi kelgan chaqda Mavu Cumhuriyet Erdoğan'ın degandek terörnünki bir dini yok, bir milleti yok. Xo'sh. Shundaqla bir maxsus bunda bir vatanım yok. Xo'sh. Bunda bir paytda bir terör faaliyetini bir milletke atab turup bir milletke atıp koyup bunda ifade qilish to'g'ri emas endi. Bu gizchilikdimi, axborotchilikdimi, jurnalchilikdimi to'g'ri emas endi. Ama nima uchun bunday bo'lib qoldi? Buni tushunishmi bek ters endi. Buni orqasida nima maqsad var, nima o'yin bor, buni bilmaymiz. Xuddi Uyg'urlar terrorizmni bek yaxshi qildi-da, bu damı shu Uyg'urlar qildi degandek. Yoki Uyg'urlar hech terrorizm bilan aloqasi yo'q, ama qilib sapti degandek. Xo'sh. Alayda bir qiziqish var, Uyg'ur qildi deb. Bunun hakkında yalnız siyasi maqsadlar bormi, uni hozircha tushunmaymiz endi. Shuningga bu matbuotda bunday qaylamqon yizishi hamda bu chet eldagi matbuotlar ama Türkiye'nin matbuotlarida bunda davodidu deb ilib yizyapti. Bo'libmi Xitoy tarafimi shu matbuotlarda albatta. Mana shu Uyg'urlarga shunday qilib ishigini ochqanti mana ana qo'y bo'ldi endi. Endi balani topdi o'zi deb yozgan Xitoylarmi bo'ldi hozir shu Xitoyningki to'g'ri. Global Times degan bir gazet endi. Xo'sh. Daily People degan gazetninki ostida faoliyat yurgizayotgan bir gazet, ya'ni Xitoyningki rasmiy gazetlar bular. Tabii. Shunga bu ahvol endi bütün Uyg'urlarning ko'nglini ranjitgan bo'ldi endi. Hamma Uyg'urlarning ko'ngli yerim. Hamma Uyg'urlar Turkiyani yaxshi ko'rdi. Turkiyaningki oliy manfaatga hurmat qiladi. Shuningga Turkiyaga ziyon beradigan hech qanday bir faoliyatlarni ilib kelmagan, ya'ni ilib olmagan. Bunda bir paytda bunda bir ahvol chiqishi ham Uyg'urlarni ko'nglini yerim qilgandek, balki nurg'un Turklarning ko'nglini yerim qilgan bo'lsa kerak. To'g'ri. deb o'ylayman endi. Hakikaten deganingizda yana Xitoy bundan ajoyib. Masalan, Turkiya bu davlat tarafidan maxsus bir doira tarafidan ochiq oshkora holatda buning bu jinoyat sodir qilish tutilmadi hozirgacha. Ama tutilmagan bo'lsa, masalan, bu palani shaxs u bu deb rasmiy davlat tarafidan aniqlanmay turib, ba'zi axborotlar Turkiyada rasmiy Xitoyning manfaati uchun o'yin o'ynayotdi. Deganingizdek Xitoy axborotlarda ochiq oshkora xuddi bu voqea butunlay tamomlanib, qilg'uvchininki 100% Uyg'ur ekanligini davlat tarafidan aniqlanib bo'lgandek xabarlarni beryapti. Butunlay shunaqa Uyg'urlarga qarshi bir xil xabarlarda. Endi bu Turkiyada masalan bu jinoyat sodir qiluvchininki ayoli va
balalarının tutulganlığını dedi ama lekin nima uchun Türkiye axborotlarini davlat tarafidan ta hozirgacha bu ayoli balasi tutilgan bo'lsa, uning qaysi millatdan ekanligini, ayolni birdan bir so'roq qilish jarayonidan aniqlanmamdi bu masala masalanga. Mayli ayoli qaysi millatdan bo'lsa, o'ziniki eriniki yillarcha yashagan ikki balasi bor bir nima davlat nima uchun buni maxfiy tutib Turkiyada masalanga hozirgacha davlat tarafidan rasmiy eg'izdan masalan bugunma atigandagi bu bosh ministr yordamchisi Veysi'ni nimaniki bu so'z Veysi Kaynak'ninki Uyghur bo'lish ehtimolliqi va degandek bunda bir so'zni axborotda televizorda deyish masalanga. Bu nima uchun Turkiya buni uch qashqari yo oshkorlamaydi yo shunday mish-mish gaplar bilan Turkiyaning masalan amaldorlarim bu gapni qilishdagi maqsad nima sizcha? Bence bu siyasetçiden pişip tolmagandek bir adamın gibi yılları okşaydı. Yani bu sakçı tutulgan tutsa, tutulgan takdirde sotka verilmeyen tutsa, sotka verilgandan ki onun günahları oturup çıkıyordu. Bu cereyanda hem de kaysı millet boğazlığı ama oturup çıkıyordu hem de. Bunların hiçbirisi oturulukta yok. Yani Uygur'a karta bir gumanlık hem de şu devletin en yukarı emeldarlardan biri bunda gapni deyse, tabii bir ahvalda şu bütün dünyanın ki aparat, şu adamın diyen gibiyle tayinip durup Uygur kıtlı dep Kanada'dan Avustralya'ya geçe bunlar televizyonlarda yüzlü küstüvadıdı. Hoş. Bütün dünyada Uygur'un ki namını mı yaman kılıp küstüvadıdı da. Bunda bir devletin başkuruş cereyanda kusurlukla başkuruş lazım. Bununki devlet başkuruşta onun öz aldığı bir terbiye var, öz aldığı bir ustalık var. Bunların işiltiş lazım. Aldırıp saldırıp bunda gaplarının değişinin hacet yok. Hem de Uygur bopkagan takdirdi mi? O terörlerin ki dini yok, milleti yok da davetimiz. Onda takdirde Uygur'a bağlaşının kime hacet yok. Yani bütün Uygur halkına mı onda rencide hacet yok. Hem de Türkiye'deki bu malumatlar ne ait kayamkan. Mesela Şark Türkistan pasaportluk birisi deydi. Şark Türkistan bir devlet, hazırca bir devlet emez. Onunki pasaportu yok. Aşında yazgan kargancakta bu hem matbuatta hem de devletin ki bazı adamlarda Şark Türkistan ya da Uygur hakkında to'liq ma'lumotga sahip bo'lmaganligini mi ko'rsatdi? Bunda bir paytda Qozog'larni deb baktı, Qirg'izlarni deb baktı, Tojiklarni deb baktı, hozir Uyg'urga merkezleşip bunu o'ttirib qo'yishga tirishyapti. İnşallah hem de Uygur bo'lgan taqdirda Uygur xalqiga bir kamsitish ya da Uygur xalqini yomon ko'radigan bir ahvol paydo bo'lmas hem de Türk halklar biraz nispeten anlık yani bunu düşünüp gidereydi. Hoş. Ama Uygurlarınki yüzlerime biraz dikkat kılış gerek. Belki teşkilatla ortaklaşa bir beyanname ilan kılış misalga. Yüzden pozisyasını uçuk köstüş. Hoş. Çünkü Türkiye'deki bir devlet pek az. Hem halkı bile hem cemiyeti bile Uygurlarını yaxşı gördüğün Uygurlarga istaşçılık bildirdiğin burada yerler pek az. Çünkü neçə ildən beri 10 mingdek Uygurlarga kişiliğine içbedi, memleketine içbedi, kıyınıp yürgen Uygurlarga. Ama bu Türkiye'ye bunda bir ziyankeşlik kılış, hem de bir Uygurların ki kılmaydıgan bir işi buluş lazım hem de. Doğru. Hakikaten diginildek adı nurgun teşkilatlarımı bunun qarta axbaratda asilsiz hech qanday bir dalilsiz holatda e'lon qilinayotgan narsalarga mayli guruh shaklida bo'lsin, ayrim tashkilot shaklida bo'lsin, Turkiyadagi va dunyo Uyg'ur qurultiyi boshliq nurgun tashkilotlarning bayonotlarini e'lon qilib kelyapti, ko'ryapmiz kunda har xil nimalarni. Ham ba'zi bo'layotgan ishlarni masalan Uyg'urlar yashayotgan Zeytinburun'daki bazı Uygurların tutulup gitişi. Hatta akşam kumu Selim Paşa'daki güzel kent bu ultrak rayonga bir yerdimi nurgulgan tekşürüşler münasip optemde Uygurlar yaşayotgan bu rayonlara. Hem sizce baştan söyleyip öttünüz bu
terrorning dini yoki millati bo'lmaydi deb bir tarafdan bu deyilayotgan ta davlatning eng cho'ng bo'lgan jumhur rais buni so'zlayotgan bir paytda ba'zi shu ham axborot jihatdan bo'lsin, ham Turkiyaningki masalan shu amniyat shu JX tarmoqlariningki Uyg'urlarga qarata bir besim ularni tekshirib tutib bunda qilayotgan shakldagi narsalari insonga ba'zida masalan hatto axborotlarniki o'ylab baqing masalan Uyg'urlarga manfaatli faoliyatlar, namoyishlar u bu narsa bo'lgan vaqtida nurg'un axborotlar Sharq Turkiston demaydi. Sharq Turkiston kalimasini ishlatmay Çin'in Sincan özerk bölgesi u bu deb tilga oldigan bu axborotlar bugun nim bo'ldiki bu ish chiqqandan keyin Doğu Turkistonni degan narsani tilga elib xuddi Xitoyninki eg'izi bilan so'zlayotgandek bu narsaning chiqishi Turkiyadagi ba'zi hukumat organlarining bo'libmi shu bexatarlik organlarininki shu Uyg'urlarni bu mish-mish xabarlarning keyin Uyg'ur yashayotgan tekshirib manda qilishi xuddi davlatning ichidagi ba'zi tarmoq, ba'zi organlarningki maxsus Uyg'urlarni yo'g'ishtirish harakatini qilayotgandek axborot bilan birlashib turib bu tuyg'uni berdi sizga, siz buni qanday qaraysiz? Endi buningki qanchalik to'g'ri, qanchalik to'g'ri emas, buni men hozir deyamayman, chunki qo'limda ma'lumot yo'q. Ammo Turkiyada ma'lum bir qismlar bor, bular Xitoy bilan yaxshi munosabat qurish lozim deydi. G'arb bilan munosabati yiriklashgan sari, xo'sh, Suriyadagi masalasida bularning talash tortishlar kuchlangan sari, shuningdek Turkiya hozir siyosatini Suriya masalasidan tepayli Rossiya bilan Xitoy bilan munosabatni yaxshi qurishga tirishyapti. Xo'sh. Bu Turkiyadagi bir qism shu tashqi ishlari bo'lsin, siyosatchilar bo'lsin, shuni o'ylayapti. Undan boshqa eng muhimi Turkiyaningki shu korxonchilar, tijoratchilar bular. Bularmi shu Xitoyda bir manfaatni, Xitoy bozoriga kira olsak, manfaatimizni qo'lga olsak, shuningga Turkiya Xitoy munosabati yaqinlashsa, bizningki ishimizni osonlashsa, deydiganlarmi bor. Bularmi shu siyosatchilarga ya da hukumatga bisim ishiltalaydi, chunki bular korxonchi bo'lg'ashqa. Turkiyada bunday qismdagi odamlar bor. Xo'sh. Endi bu odamlar shu soqchi ya da yoki shu matbuotninki, medianingki aqsida turib ya da ularni ta'sir ostida ettirib bunday ishni qilyapti, buni bilmayman, ma'lumotim yo'q. Xo'sh. Ammo Xitoy bilan yaqinlash uchun shu Sharq Turkiston masalasini bir taraf qilmag'icha hal bo'lmaydi deydigan bir ko'z qarash bor Turkiyada. Shunga Turkiya Xitoy munosabatida shu Uyg'ur masalasini chiqarib tashlaydi. Ya'ni ikki davlatning munosabatini buzayotgan, yiriklashtirayotgan shu Uyg'ur masalasi deganlarmi bor hozir mutaxassislar orasida. Xo'sh. Shuni shularga qarab endi shu Xitoyningki Turkiyaga mablag' solinan temir yo'llarningki poyezdning tezlashtirishningki planını biz qilamiz. Turkiyaga nurg'un asos qurilishlarga biz pul solamiz degan bunday bir paytda hamda xo'sh, Xitoymi talab qiladi Uyg'ur masalasini bir talab qilib berdi. To'g'ri. Shuning hozir nozik bir paytda, ya'ni bunday bir ahvolda bir gumon qilgan bir Uyg'urni, gumon qilgan bir terroristni Uyg'ur deyishi hamda bu Xitoyningki foydasiga hamda mushabaqa deb o'tgan ba'zi kesimlarningki Xitoy bilan munosabatni yaxshi qurayli deganlarga bir foydasi bo'ldi. Mana Uyg'ur deysa, Uyg'urlar mana shunday yomon ish qilyapti deydiganqa. Shuning bilan tashkilotlarningki faoliyatlarini cheklash, ba'zi shaxsiylarni tutib solash degandek ahvollarni hamda paydo bo'lib qoladi hamda bunda bir paytda. Xo'sh, endi oxirida bir savoldan tugitayamdi. Ya eng yomon ehtimollikni ko'zga tutib turib so'rayamdi buni. Uning Uyg'ur bo'lib qolish mayli axborotda bugungacha e'lon qilingan bu ko'rinishlari, rasmlardanmi Uyg'urga o'xshagan biror
alametini kögülemaydı hem de onunki çıraydılar. Şunda bop kaldım değil, aşında bop kalsın sabay degendeki mesela Türkiye'de bu kandak bir yaman bir ihtimallik buluşu mümkün Türkiye'deki teşkilatlara, Uygurlara olsun. Mesela Türkiye'de nurgulgan köçmenler var Suriye'nin mesela Suriye işleri çıkan dekin neçe milyonluğun Suriyelik var. Şu Suriyelikten aşıdan neçe yerde Türkiye'nin neçe yerlerde şu terörlük hareketleri kılıp kıgallar oldu ama hiç kanda bir yerde yaşavatkan Araplarga onun bununla bir hayatıga ta'sir ko'rsatgan bir ish olmadimdi. Birisininki bir millatning ichidan chiqqan bir terrorchininki shundoq mingi suyib etilgan ba'zi bir tashkilotlar tarafidan mingi suyib etilib shundoq ozdirilib bir ishni qilinib qolgan taqdirda shu ehtimollikni olib tursak qandaq bir ta'sir bo'ldi turk xalqining nimada hukumat nazarida qandaq bir nima bo'lishi mumkin? Türk halkının köpüncüsü hem de o ulanın içinden çıkmadan bir yama edemke deydi. Hoş. Her millette yama edem bağ boğan deyip düşündü. Ama Türkiye'de hazırlıkı ebeyde ötken bazı Xitay'da menfaat boğdaydıgan adamlar var veya kısımlar var. Bunlar hem de bunu bir bana kısa, misalga bularning kuchi matbuatı kuchlik olsa, bunu kılalaydı hem de. Hoş. Yani tertip teşkilatını kığılı buludu diyede. Bundan vaxtıda hem de Uygur teşkilatlar çıkıp o terörist degen o yüzününki ideyası veya yüzününki ideolojisiye karab iş kılmadı da o Uygur içindir iş kılgan emez. Şununla ona Uygur depme hesap kılmayımız da onunla boğan bunda münasebetini kesip itiş lazım. Yani Uygur emesliğine. Ve onu kabul kılmayın. Aşına kılıp bir Türk cemiyetteki şu halkıga düşündürüş lazım bunu. Doğru. Eğer de Türk halkı bunu düşünelirse, mesela nurgun şu Türkiye'de mi nurgun bomba patladı. Bunun işçide mi habersizde ötkende Suriyelikler batı, PKK'cı batı, DAEŞ'çinin Araplar batı, şunda DAEŞ'çinin adamları. Şunun kalıkı Türkiye'de ulağa bir Arap'ını yaman körüp ya da bütün Kürtlerini yaman körüp kılmadı. Bence Uygurlarıma onda kılmaydı deyip oylayma. Ama Uygurlar yüzününki bir pozisyasını kösetse yaxşı buludu. Yani biz terörizm bile alakamız yok. Biz Türkiye'ni yaxşı görmüyoruz. Türkiye degen bizim vatanımız. Uygur halk degenin ki tinçlikini kalaydıgan halk. Hoş. Dep bunda düşünceni, göz kararlarını Türkiye cemaatine anlatış lazım dep oylayman. Hoş. Köptün köp rahmet etimiz, hürmetli doktor. Ziyaretimizi kabul kılalım. Şunu ayet yaxşı. Memma köp rahmet etimiz. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Hürmetli dostlar, şuna kılıp doktor Erkin Ekrem bilen sohbet edip aldık. Bu mavzuma bir kadar eniqlangan oldu inşallah. Halkımızın dünyanın her qaysi yerlerdeki halkımızın köngül yerim kılgan hatta narazılıkını qozgan bu mesuliyetsiz axbaratlar sebeplik narazılıkını qozgan bu vakamı pat fürsette az günde eniqlanıp aşkarlanıp bütün Uygurlarnınki qalbini hoş kılgan bir haber bilen ahirlashishini umid qilamiz. Yana bir qatimliq programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janob Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.